Bugün gepleşip yurgan kızımı sınashga karar etdim. İşlesem onun hesabına deyishdan başladım. Ştob ahırında içindeki geplerini söyletish uchun. Plan A, itni azap beraman. Azap berishni Kochilyadan başladım. Endi savol, 25 yaşar kızını Kochilya uçkan nida bor? Birinchi sinovni emellab so'llab berajak bo'lib chidadim. Keyin romantik mashayda yurdik, olib borib devola soldim. Zo'r bo'ldi deb so'rayman avo deydi. Ey tavba. Keyin bola men gentlemenda bo'ladi-da. Ag'a rekordni yangilasa siz sovg'a beraman. Siz esa sevganingizga podarak etasiz dedi. Men esa pul berib bilmaysanmi ondan dedi. Bir urdim, bab rekord yangilanmadi. Keyin obratni yana karuselga keldi. O'zim ham jonlarima dek ketdiligi ishonavering. Xo'p, diqqat bilan kuzatinglar, endi plan B'ga o'tamiz. Plan B aniq natija berishi kerak. Ovqatlanmoqqa keldikda bo'ladi, lekin adashadi. Uka 1 minut qara berdi. No xizmatga deb keldi. Xizmat yo'qdan jilliziya bodadi. Bu toza degan choyingni damlab ekkamasang bo'lmaydi bizlar dedi. No zakazatdingiz dedi. Hozirgasa ko'rasan dedi. Bir mahal o'tirib edim, choyni ofitsiant keldi-da. Kinodagi ko'zini bir yumib qo'ysa bo'lam. Choyni ajoyib etib shopirib rangini chiqardim, solib berdi. Agar meni sevadigan bo'lsang, ish choyni bir ko'tarishda ichasan deb shart qo'ydim. Issakan kuki ichsam bo'ladimi dedi. Yo'q, shu issiq vaqtda bir ko'tarib ichishing kerak dedi. Hayron bo'ldidan shuni aytib bir ko'tarib ichganini bilaman. Ha, cho'tamunga ta'sir etmadimi deb o'ylab qo'ydim boshында. Tushunmadim men. Sen nechun meni parkka olib borishing kerak? Men parkka boradigan qiz o'xshamayman. Men durishimga qara, ustimda kiyimim. Adashibman ta'sir etgan ekan. O'zi men boshdan bilmadim axir bu qizni ichi boshqa, sirti boshqalik. O'zi bilgan so'kishlarni hammasini ishlatdi-da, o'rnidan turib ketib qoldi. Bir balodan meni toza degan choy saqladi. Sizlar ham toza degan choydan olib, kimni sinayjak bo'lsangiz shunga ichirib ko'ring. Va siz haqiqatni bilasiz. Rahmat, shart emas. Videodagi voqea va aytilgan gaplar shunchaki o'ylab topilgan.